Ba'zan hajmi kichkina bo'lsa-da, mazmun mohiyati zalvorli, tosh bosadigan hikoyalarni o'qib qolaman. E'tiboringizga ana shunday 3 ta kichik, ammo mohiyati ulkan bo'lgan hikoyalarni taqdim etyapman. Ikkinchi hikoya. Burgut baland bir daraxtda shunchaki dam olib o'tirgan edi. Uning bu o'tirishini ko'rib qolgan quyoncha Burgutdan so'radi: "Xuddi sendek hech narsa qilmay bamoyli xotir o'tirishim mumkinmi?" "Albatta mumkin, nimaga yo'q ekan?" dedi Burgut. Quyoncha daraxtning tagiga o'tirib dam olishni boshladi. Shunda birdan qayerdandir tulki paydo bo'ldi-yu, uni ushlab yeb qo'ydi. Qissadan hissa: agar sen ish qilmasdan bemalol va xotirjam bo'lishni xohlasang, juda balandda, yuqorida o'tirishing kerak. Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Uchinchi hikoya. Kunlarning birida bir fermada ot kasal bo'lib qoldi. Uni ko'rgani kelgan veterinar: "Agar ertalabgacha oyoqqa turmasa, uni o'ldirishimga to'g'ri keladi", dedi. Ertalab esa ot o'rnidan turmadi. Uning yonida qo'y yotgandi. "Qani birodar, o'rningdan tursang-chi, aks holda ular seni o'ldirishadi", dedi u otni niqtab. Ot bor yo'q kuchini to'pladi-da o'rnidan turdi. Ertalab kelib bu vaziyatni ko'rgan fermer: "Mo'jiza yuz beribdi. Bunday bo'lishi mumkin emas edi. Otim tuzalibdi. Bu voqeani darhol bayram qilish kerak. Shu bois qo'yni so'yamiz", dedi. Qissadan hissa: hech qachon birovning ishiga aralashmang, biroq qopqon voqeasini ham unutmang.